Jahon qulluq bo'lsin kuzuplaringiz. Ilohim buyurib nasib qilsin. Ko'ngilgidek bo'ldimi hammasi? O'zida. Hay ilohim. Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, bizni kuzatib o'tiruvchi obunachilar, akalar. Yaxshimisizlar? Sezonlarni charchamasdan gumbillatib solib yotibsizlarmi? Hammalaring topgan tutganlaringga Xudo baraka bersin. Shu qatorda biz ham shu 3307 furgon mashinasini samasval qilib chiqarib o'ryapmiz. Bu mashinamizga mana shu kuzubni qo'yib uzoq daruvchi qilib beramiz. Xudo xolasa vaqtlaring bo'lsa, erinmasalaring boshdan oxirigacha shu ko'rsatib o'tamiz akalar. Shu qatorda yaqinda sotuvga chiqadigan mashinalarimizni ham video oxirida ko'rsatib o'tamiz akalar. Ozgina shu mehr berib kraska shu qanot qo'yish ish qolgan xolos. Qolgan joylari shu ishlab turgan, ishga tayyor mashinalarimiz bor. 3 ta 4 ta Xudo xolasa yaqin kunda sotuvga chiqadi akalar. Xudo xolasa akalar, bizda juda yangiliklar ko'p. Sizlarga taqdim qilgani ulgurmayapmiz. Biz ham sizlar qatori shu sezondamiz akalar. Shu sezonda ishlab yurgan, pul topib turgan akalarni ishini bitirib tezroq chiqarib yuboraylik, shu tezroq chiqib shu qiyinchiligini qilsin deb to'xtatmasdan biz ham ishlab yotibmiz akalar. Bugun mana bir vaqt o'zida ikkita mashinani samasval qilib chiqarib yuboramiz Xudo xolasa. Ikkita kuzupimiz ham tayyor. Endi aytadi-ku, zakazchik hamma payt pravda. Bizga klient nima xolasa shuni qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa tayyor bitgan mashinani shu kuzubda o'zimnikini qo'yib berasiz deb bir klientimiz aytdi. Bu kuzubni men olaman deb boshqa klientimiz aytdi. Ikkita klientni ham shu ko'nglini olish maqsadida Xudo xolasa bugun ikkita mashinani samasval qilib chiqarib yuboramiz akalar. Kuzatib tursalaring, Xudo xolasa boshdan oxirigacha sizlarga ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'p, akalar, Telegram kanallarimiz bor. Sotuvdagi mashinalaring bo'lsa yoki olmoqchi mashinalar bo'lsa, bemalol kirib, shu 8000 tadan oshiq sizlarga o'xshagan shopir akalarimiz bor, boshqalar bor. Bir-birimizdan maslahatlashib, allaqancha ishlar bityapti. Uning uchun sizlar shu 276 18 19 Telegram orqali gruppaga qo'shib qo'ying desalaring, Xudo xolasa men gruppaga qo'shib qo'yaman. Bemalol kirib o'zlaring xohlagan ishlarni bitirishlaring mumkin. Akalar, Xudo xolasa mana bu furgon mashinamizga ham kuzib qo'ydik. Gazlarni montaj qilib beryapmiz, qanot qo'yamiz. Boringki, shu ishga tayyor qilib, Xudo xolasa chiqarib yuboramiz. Gaz montaj ham o'zlaring ko'rib turibsizlar, marjondek. Xudo xolasa ish boshlabmizki akalar, shunchaki klientni ishini bitirib kuzatib yuborish bo'lmagan bizning maqsad. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha, shu kuchimiz yetgancha shu oxirigacha shu yurakdan shu klientdan baraka topadigan qilib Xudo xolasa ishlarni bitirib beramiz akalar. Jahon qulluq bo'lsin kuzuplaringiz. Ilohim buyurib nasib qilsin. Ko'ngilgidek bo'ldimi hammasi? O'zida. Hay ilohim. Yaxshi kunlaringizga buyurib nasib qilsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Jahon rozi bo'ling berayotgan pulingizdan. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Salom. Akalar, bugungi kunda sotuvda, tez kunda sotuvga chiqadi shu gaz 53 mashinalarimiz. Arzlamagan kamchiliklari qolgan, bu motor, korobka, ramalari hammasini butun shu yaqin kunda shu kraskalarni qilib sotuvga chiqaramiz, Xudo xolasa.